O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3841 sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 981 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari asosida Toshkent viloyati hududidan oqib o'tuvchi daryo va soylar o'zanini tozalash jarayonida qum shag'al materiallarini qazib olish lozim bo'lgan uchastkalarda oylik o'lchov monitoring ishlari amalga oshirilmoqda. Mazkur o'zan tozalash ishlari olib borilayotgan uchastkalar Toshqinga qarshi hukumat komissiyasi tomonidan tasdiqlangan ro'yxatlarda mavjud bo'lib, ushbu o'zan tozalash ishlarini olib borishdan maqsad daryo o'zanlarida to'planib qolgan qum shag'al materiallaridan tozalash hamda sel suv toshqinlarini betalofat o'tkazish hamda aholi yashash punktlariga xavf-xatar solayotgan hududlarda betalofat toshqin suvlarini o'tkazish